eshigimizni 10 kun davomida suvda sinadik. Negativchilar bu eshiging baquvvat emas deganlar uchun hozir ayni damda 7-qavatda turibmiz. Shu eshigimizni 7-qavatdan tashlaymiz. Именно shu spesialni boshqa eshik yasamadik. Hozir eshigimiz qaysi holatda bo'ladi, aniqini bilmaymiz. Hali O'zbekistonimizda bunaqa strashniy test umuman bo'lmagan. Hozir biz eshigimizni 7-etajdan balandlikdan pastga tashlaymiz. Akalar, layklarni bong'latinglar, video dahshat bo'ladi. Akalar, xullas eshigimizni tepadan tashladik. Bu tepalikni ko'rsating, shu tepalikdan tushib ketgan odamlar borki uzilgan o'lim bilan yakun topadi. Bu tirik qolgani Allohning mo'jizasi. Eshigimiz ham ko'rilgan xuddi shu holatga keldi. Atak lekin umuman mana buni yo'llari chotki bo'lib bo'linib ketmadi mana. Xohlasa sifat bo'lsa xuddi shunaqa bo'lsin akalar. Bemalol sifatli eshik bo'yicha o'zimizga qo'rqmasdan murojaat qilaverasizlar.